Assalomu alaykum, bizni ko'rib borayotgan do'stlar. Bu galgi romligimiz bitta ko'hna uchun moslangan yerda bo'lib berdik o'rtasidan. Ya'ni bu katta ayvonimizni kichkina tomonini bo'lganmiz. Bitta eshik tushgan, hop bitta derazalik tushgan. Eshikni o'rtadan qilganimizni hisobi mana bu yerda ko'hna mebel ilik ariston ilinadigan bo'lsa, bu tomoniga shuni holatida bemalol narsa bo'ladi. Xalaxt qilib qolmasligi uchun oldini olingan. Eshigimizni ochilib yopilishi ili mana shunday holatda ochiladi. Ichkaridagi holati mishet bermaydi. Mana bu yerdagi ko'hna mebelga ham qanaqadir ariston tepalarga nimadir qilinsa ham mishet bermaydi. Bu yerimizda bitta derazaligimiz bor, ya'ni havo aylanishi uchun. Eshik yopiq turganda havo aylanishi uchun. Aqda portchkamiz ham bor bir dona. Hop. Buni materiali Akfa zolotoy dubdan bo'lgan. Aldex seriya. Oynalari bir qavat. O'rtadagisi gulli oyna. Qalampir gulli deydi. Buni chiqqan summasi olib kelib o'rnatib bergan summamiz 3.900.000 so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Mana shu romligida o'zi 3.900.000 so'mga tushgan. Ochilib yopilishlari yaxshi. Juda zo'r. Derazalarimizni ham ochilib yopishi yaxshi. Qo'yib yormaydi, shiq-shiq bo'lib qolmaydi. Mahkam, dastoyniy narsalardan yasab berilgan. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.